Angreniklar bugun tez sotaman profilda sizlar uchun 5 bira dahasidan dom topib qo'yganmiz. Bu dvorda hamma tanigan bo'lsa kerak. Bu domimiz 4 qavatli dommi, 4-qavatida joylashgan. Hozir sizlarga dom obzor qilib beraman. Dommi videosini ko'rgandan keyin bitta podpisatsiya bo'lib qo'yishni unutmang. Ko'chadan kirib kelishimiz bilan bizni koridor kutib oladi. Uyimizni proyektini ko'ryapsizlar. Bu tomonda zal, koridorda unitas, vannalar alohida joylashgan. Bu tomonga zalga kirganimizda keng zal kutib oladi. Bu tomonimizda ham xona, bu tomonimizda ham xona. Xonamizlarimiz ham juda ham keng, yorug', oynalari bor. Hammasi remont ozgina qilish kerak bu xonamizni. Kimdir olsa o'ziga moslab remont qilib oladi. Bu domlarimizni bu tomonda, orqa tomonda ham katta uzun balkoni bo'ladi. Bu tomonda esa alohida oshxonadan chiqadigan balkonimiz ham bor. Bu tomonda, mana bu tomonda bitta xonamiz. Bu 4-xonamiz. 4-xonamiz ham yorug', keng, spalni xona qilsa bo'ladi. Bu tomonda esa oshxonamiz. Oshxonamizda ham gaz plitalar bor, suv hamma narsa bor, uchochlar o'rnatilgan, gaz bor. Bu tomonda 6 metrli balkonimiz. Bu domimizga egalari 39 ming narx so'rashyapti. Yana savdolashib olasizlar. Tez sotaman profil orqali keldim desangiz, yanada kelishib beriladi. Pastda nomerlarini qoldiraman. Bu videoni esa menga kattaroq, arzonroq dom kerak deganlarga tashab qo'yasizlar.